Agar BYD Yuanap eng prostoyini narxiga ishonchli Dongfeng kompaniyasidan narxidan sifati ancha baland bo'lgan modelni ko'rmoqchi bo'lsangiz, videoni o'tkazib yubormang. Bizda sotuvga Dongfeng Nammi 06 mashinasi kelgan. Ko'rishingiz mumkin. Mashinamizni to'liq zaryadka bilan 400 km masofani bosib o'tadi. 160 kamera, beskulchovoy do'stliklar bilan jihozlangan. Saloni mashinaga темный кожаный salonda, qoraytirilgan panorama tomlari, adaptivniy kruz kontrol, klimat kontrollari bilan jihozlangan. Bu yoqda besprovodnoy zaryadkalari va skorostrchak rul oldi gitaraga o'tgan, ko'rishingiz mumkin. Orqa qatorlari ham Yuanapdan ancha sezilarli darajada keng. Orqa ko'rinishlari ko'rishingiz mumkin. Bagaj ikki qismli bo'lib ochiladi. Sig'imi ham ancha keng. Va bagajni tagida ham zapaska yo boshqa narsalar solishingizga joy seroq. Bu mashinamizni ot kuchi Yuanap prostoydan 2 barobar ko'proq bo'ladi. Hadovoylari bo'yicha ham ancha yumshoq. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, nomerlarga aloqaga chiqib $20,000 dan naqd va nasiya suvdiga xarid qilishingiz mumkin.